Assalomu alaykum, xayrli kech, qadrli futbol ishqibozlari. Demak, Bombar Cup start olyapti va bu musobaqa o'ziga xos bir e'tirof etishga arziydigan bo'lgan mudhish voqea tojikistonlik Qobiljon xotirasiga bir daqiqalik sukut bilan boshlandi. Demak, bizda dastlabki o'yin o'ziga xos qonun qoidalar bilan o'tadi. Biz hakamning hushligini eshitdik va o'yin boshlandi. Keling, tarkiblarni sizlarga tanishtirib o'taman. Ortga Odil Ahmedov. O'ng qanot bo'ylab yaxshi uzatma, jarima maydonchasiga yuqoridan zarba va gol! O'zbek futbol afsonalari hisobni ochyapti. O'ng qanotdan uzatilgan to'pni Bahodir Pardayev Vantage Blaze darvozasiga joylab qo'yyapti. O'zbek futbol afsonalari darvozasiga hujum ko'rishimiz mumkin. 27-raqamdagi Temur to'p uchun kurash, biroq to'pni olib qo'yishdi. Patkat toza o'ynaldi, qoida buzilgani yo'q. Imkoniyat, aldadi, zarba va gol! Vantage Blaze o'rtadagi muvozanatni tiklayapti. 1-1 javob qaytara oldi Vantage Blaze. Jarima maydonchasiga yaxshi o'ylangan uzatma Aziz Ibragimov, darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi, zarba. Ammo darvozabon to'pga chiqib keldi va xatoga yo'l qo'yapti. Darvoza bo'sh, zarba, ammo siz o'zlaridan ham uzr so'rab qo'yaman. Sababi mana bu yerda zo'r uzatma, Bahodir Pardayev tezlikda qochib ketdi, zarba, darvozabon Otabek. O'ng qanotdan tezlik oldi Aziz Ibragimov, jarima maydonchasiga kirib boryapti. Aziz Ibragimov tezlikda uzatib berildi, zarba va gol! Gol! Bahodir Pardayev dubl. Dubl albatta bu yerda. Chap qanotdan Lutfulla To'rayevga edi. Egallab oldi Qoyil. Uzatma ham bor, zarba o'xshamadi. Lekin to'p qoldi. Chap qanotdan uzatma. Mura 12-raqamdagi Murodjon Norboyev bir raqibini aldadi. Jarima maydonchasiga kirib boryapti. Zarba aylantirib darvozabon Zafar Safayevdan ajoyib seyv. Hujumlari so'nggi daqiqalarda biroz kamayib qoldi. Yuqoridan darvozabon to'pni qo'lidan chiqarib yubordi va himoyachi qaytardi. Zarba bosh bilan biroz noaniq. Asrorxo'ja o'ng qanotdan jarima maydonchasiga yuqorilatib to'xtatib oldi. Kim zarba? Keyingi urinish bo'ladimi? 17-raqamdagi Olimjonov Ozod, zarba, xavfli. Chap qanotga ko'chyapti hujum. Asrorxo'ja qarama-qarshi qanotda kirib bordi. Rajabov to'pni o'ziga to'g'riladi. Rajabov aldadi, zarba, darvozabon Zafar Safayev. Uzatma Lutfulla To'rayev qaytardi va bo'ldi. O'zi 1 daqiqa qo'shib berilgan ekan, nihoyasiga yetdi. Tanaffus, Bombar Cup, yarim final, dastlabki o'yin. Vantage Blaze O'zbek futbol afsonalari, hozircha hisob 2-1. Demak, tanaffus vaqtida har ikkala jamoadan bittadan vakil penalti tepadi. Bu ham o'yinning bir qismi va mana bu penaltidan uriladigan gol hisobga ta'sir qiladi. Ruxsat berildi. Bahodir Pardayev zarba, darvozabon to'p yo'nalishini topdi, ammo bu yerda tajriba o'z so'zini aytdi. Gol. Ana endi muxastik raqami 7, turish Ronaldo, zarbachi, vaziyatchi. Zarba va darvozabon. Albatta, bu yerda ham tajriba o'z so'zini aytdi. Zafar Safayev. Davom etamiz do'stlar. Bombar Cup birinchi bo'lim nihoyasiga yetdi. Ikkinchi bo'lim start oldi. Hisob 3-1 Bahodir Pardayevning hat-triki
Hozircha o'zbek futbol afsonalariga g'alaba keltiryapti. Bahodir Pardayev birinchi taymda 2 ta golni o'yindan kiritdi va 3-gol Prezident penaltidan urildi. Mana bu yerda zarba, rikoshet va gol! 8-raqamdagi Muxtorov Jamshid. Muxtorov Jamshid hisobni qisqartiryapti. Zo'r uzatma, ofsayd yo'q. Aziz Ibragimov markazga kirib borayotgan futbolchi bor. Uzatib berildi Bahodir Pardayev. Jarima maydonchasi ichida aldadi, uzatdi, zarba! Tojiyev himoyadan mana bunday long ball bilan chiqishga qaror qilishdi. O'tdi Bahodir Pardayevning imkoniyat poker qilish uchun, ammo ko'chirildi. 27-raqamdagi Sadullayev Temur bir raqibni aldadi, ikkinchisini ham aldadi. Zarba yo'lladi. Darvozabondan ajoyib seyv. Burchakdan to'p o'yinga kiritildi. Jarima maydonchasiga uzatildi, zarba, darvoza ustuni yana bir zarba va gol! 3-3. Dastlabki zarba darvoza ustuniga tekkanda, ammo takroriy zarba baribir darvozadan joy oldi. Bir raqibini aldadi, qoida buzilgan-ku, lekin davom ettirildi. Zo'r uzatma, yiqildi va penalti. Albatta bu yerda ajoyib yechim penalti vaqtida qizil to'pdan unumli foydalanish. Shunchaki 3 daqiqani sarflagandan ko'ra 2 ta golni olib, ruxsat bor, zarba va gol. Gol, hisob 5-3. Qizil to'p yana o'zgartiriladi. Bo'ldi, qizil to'pning kuchi tugadi. Yaxshiroq edi One Touch Blaze uchun. G'ulomov Jarima maydonchasiga zarba va gol! Lutfulla To'rayev. Bitta goldan so'ng bu bonus bekor bo'ladi. Zo'r kesib uzatilgan pas Salomin. Jarima maydonchasiga zarba! Tojiyev burchak to'pi. Bo'ldi. Uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Bombar Cup dastlabki yarim final va dastlabki yarim finalda o'zbek futbol afsonalari One Touch Blaze'ni 6-3 hisobida taslim etishdi. Ajoyib o'yin, har ikkala jamoaga ishtirok uchun tashakkur. Va oldinda bizni endi Sonic X hamda tanish bilish o'rtasidagi o'yin kutyapti.